yon tomondan Dimala. Yomon pas emasdi. Oldingi uzatma. Yo'q, mana keyingi golni kutmadik, darvozabonni ko'rdik. Nepalliklar posboni mana shu Anjan Rana Magar bo'ladi. Va hozir maydonda yotdi Nepal vakilasi. Uray adashmayapti. Tomoq qo'llab olishlari mumkin, to'xtalishdan foydalangan holda. Va Nepal 10 kishi bo'lib o'yinni yakunlashga to'g'ri keladi. Handari tomonga uzatma bo'ldi. Himoyachidan chiqib ketyapti to'p. Madubashinini ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qavat. Qarshi hujum. Mana imkoniyat Shri Lankada. Bu yerda hozircha bitta ham golsiz davom ettiryapti jamoa. 3-chi hamda 13-raqam, 10-raqamdagi futbolchilar maydon chetida. O'zgarish bo'ladi. 9-raqamdagi futbolchi o'rniga 3-raqamdagisi, shuningdek 11-raqamdagi o'rniga 10-raqamdagisi. Demak, 9-raqamda Shanu Paskaran o'ynagan edi, 3-raqamda Kankanamge Angela